Assalomu alaykum. Meni ismim Ilhomjon. Men IT Park Farg'ona filialida faoliyat olib boraman. Bugun biz Farg'ona viloyatida yagona bo'lgan IT shaharchaga tashrif buyurdik. IT shaharcha bu mana shu IT sohasida yoshlarga ta'lim beradigan o'ziga xos bir maktab hisoblanadi. Farg'onadagi IT shaharchada startup garaj ham bor. Biz bu startup garajda startuplarni rivojlantiramiz. Startup qilmoqchi bo'lgan yoki o'zini g'oyasini amalga oshirmoqchi bo'lgan yoshlar mana shu joyga kelib, mentorlardan maslahat olishlari mumkin, seminar, treninglarda qatnashishlari mumkin. Ichkarilarini ham ko'rsatamiz. Mana bu joy startup garaj hisoblanadi. Mana bu startup garajda yosh startapchilar uchun ishlab o'zini loyihasini rivojlantirgani kichkinagina demak sharoitlar qilingan va bundan tashqari mana bu ikkinchi qavatda ham loyihalar bo'yicha ishlash uchun open space coworking maydonlar bor. Bundan tashqari seminar, treninglarni ham mana shu joyda tashkillash mumkin va IT shaharchani o'zini ham konferensiyalar xonasida biz treninglar tashkillab turamiz. Agar kimga qiziq bo'lsa, mana shu soha, startaplar bo'yicha ishlash qiziq bo'lsa, o'qish, mana shu innovatsion loyihalarni amalga oshirish bo'yicha IT shaharchada hammani kutib qolamiz.